Xo'p, hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Chorva yem olami kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Xo'p, akalar, ukalar, opalar, singillar, bugun haftaning yakshanba kuni 23-mart 2025-yil. Xudo xolasa sizlar bilan bugun yana silos haqida gaplashamiz. Xo'p, ma'lumotlar berishimizdan oldin iltimos akalar, kanalimiz yangi, kanalimiz rivoji uchun iltimos bir dona like, bir dona podpiska tugmalarini ayamanglar, xudo xolasa. Follow tugmasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa bizni birinchi bo'lib qo'ygan videolarimiz sizlarga yetib boradi. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli narsalar yoritib boramiz degan umiddamiz, xudo xolasa. Boshladik qadrdonlar. Xo'p, bugun Farg'ona viloyati Yozyovon tumani, Yozyovonning katta asosiy Kalsavoydan Qo'qon tomon yurganda, Komuna qurtoblaridan o'tgandan keyin 500 metrcha o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan katta 300 tonnalik yamamiz haqida gaplashamiz akalar, xudo xolasa. Xo'p, mana akalar ko'rib turibsizlar, siloslarimiz juda chiroyli, o'rinlari ham, holatlari ham juda go'zal holatda siloslarimiz bor akalar. 100% donlik, donlari ham juda chiroyli, juda serq donlik, sutmi qatiq paytda pachaqlangan desa ham bo'ladi akalar, lekin 100% sariq makkalari rangga kirgan holatda. Makkalari ham qatib ketmagan, mana ko'rib turibsizlar. Mardaklari bilan 100% pachaqlangan. Mol yeydimi, qo'y yeydimi, sigir yeydimi, xudo xolasa juda vitaminga boy siloslarimizni sizlarga yoritib boramiz akalar, xudo xolasa. Siloslarimiz juda chiroyli, juda serdorlik. Videoyi sifatida qanday chiqyapti akalar bilmadim-u, baribir 100 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Lekin biz ma'lumotlar berib boraveramiz. Siloslarimiz juda chiroyli, Jaguar kombaynda urilgan donlik, qora qurasi yo'q, nami yo'q, xudo xolasa juda chiroyli siloslarimiz akalar. Xudo xolasa mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, inshaalloh juda chiroyli siloslarimiz bor akalar. Birinchi o'rinda hozir mana siloslar juda kamaygan mahal, siloslarimiz juda chiroyli, suv yo'q, nam yo'q, urimi ham juda chiroyli. Jaguar kombaynda urilgan siloslarimiz bor akalar. Xo'p, mana siloslar ko'rib turibsizlar, mana makkalari ham juda ko'p, makkalari ham sapsariq holatda, juda go'zal holatda mana akalar. Yaxshilab e'tibor bilan ko'rishingiz mumkin akalar. Mana suvi ham yo'q, nami yo'q, nami ham yo'q. Mana ko'rib ko'ringlar akalar, 300 tonna joylashgan bu joyimizda. 300 tonnadan ko'p bo'lishi ham mumkin, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar, juda katta yami qadrdonlar, xudo xolasa. Bemalol ko'rib o'zlaringiz guvoh bo'lishingiz ham mumkin. Manzillarga kelib o'tadigan bo'lsak, yana bir qaytarib o'tamiz akalar, xudo xolasa. Mana silosni ko'zlarim bilan ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz xo'p, mana Andijondan Qo'qon yo'nalishida joylashgan. Andijondan kelganda, Qo'qon tomon yurganda, Komuna qurtobdan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan akalar. Ko'rishingiz mumkin mana. Andijon Qo'qon yo'nalishi, katta asfalt yo'lida. Furaga ham, Isuzuga ham, boshqa mashinaga, har qanaqangi mashinaga sharoitlarimiz bor, xudo xolasa. Kelishib qolsak, inshaalloh chiroyli qilib chiqartirib beramiz qadrdonlar, xudo xolasa. Xo'p, mana qadrdonlar, xo'p, o'tgan videoda bitta uzrli bo'lib qopti. Narx-navosi haqida gapirmabmiz. Juda ko'p odamlar negativ, ya'ni yomon fikrda bo'lishibdi. Narxiga kelib o'tadigan bo'lsa yazlar, narxlarimiz juda chiroyli holatda. 20 ming so'm silosimiz tan narxi. 20 plus qilib tortib qo'yganmiz. Agarda chorva yem olamidan telefon qilyapmiz deydigan bo'lsalaring, xudo xolasa inshaalloh chegirmalarimiz bor qadrdonlar. Dastavkalarimiz mavjud. Dastavkalarimiz qanday? Vohaga ham, Vodiga ham, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud, kelishilgan holda. Yo mashinasini kirgizadi, yuklattirib beramiz, yoki-da o'zimiz arzon mashinalarimiz, transportlarimiz gaplashtirib beramiz qadrdonlar, xudo xolasa. To'lov usulimiz akalar naqd pul yoki-da kilik orqali. Masofasi uzoqlar kilik orqali jo'natib bersa ham bo'ladi, yoki-da o'zlari kelib naqd puliga savdo qilsa ham bo'ladi qadrdonlar. Xudo xolasa mana juda chiroyli, o'rimi ham, holati ham, qo'pib turgan holati ham juda go'zal siloslarimiz akalar. Tortmay bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Yoki o'zlaring kelib ko'rsalaring ham xudo xolasa juda chiroyli ish bo'ladi qadrdonlar.
Xo'p, qadrdonlar, biz yana sizlarga qaytadan manzillarimizni tushuntirib o'tamiz. Andijondan kelganda Yozyovon katta Kalsovoy Kuruyga urilasizlar. Kuruydan Qo'qon tomon yurganda примерно bir 7-8 kilometrdan keyin Komina Qurtoblari keladi. Qurtoblardan o'tishlaringga o'ng qo'lda katta asfaltni bo'yida bizni katta yamamiz joylashgan. Bemalol qachon bo'lsa-da telefon qilib, Xudo xolasa narx-navolasini kelishib, baraka qilsak, Xudo xolasa chiroyli qilib yuklattirgizib, yokida mashinaga chaqirtirib, bostirib chiqartirib yuboramiz. Sog' bo'la